Quloq solamiz. Doskaga boshlarni ko'tarib, chiroyli bo'lib o'tirib, quloq solamiz. Ikki sonli yig'indisi 72 ga teng bo'lib, qo'shiluvchilardan biri 34 ga teng. Ikkinchi qo'shiluvchini toping. Nima qilamiz? Necha bo'ladi? 8. Ikkinchi. Ikki sonli yig'indisi 250 ga teng. Qo'shiluvchilardan biri 112 ga teng. Ikkinchi Uchinchisi. 3 ta sonli yig'indisi 180 ga teng. Qo'shiluvchilardan ikkitasi 65 bo'lsa, uchinchisini topish uchun 180 dan nima qilamiz? 65 bilan 95 ta ayiramiz. 20. 3 ta son yig'indisi 900 dan 3 marta kichik. 3 ta sonli yig'indisi 900 dan 3 marta kichik desa nima qilaman? 900 ni 3 ga bo'lib olaman. Shunda 300 dan bo'lib qoladi. Ana endi qo'shuvchilardan ikkitasi 1150 va 875 tengimiz 3-chi qo'shuvchini toping. 3 marta katta deyapti-kana. 3 marta kichik emas, 3 marta katta deyapti. 2700 bo'ladi. Endi 3-chisini topish uchun 2700 dan 1150 ga ayirib qo'yamiz. 875 ga ayirib qo'yamiz. Ne chiqadi? 675 chiqadi. 5 ko'rdik. 3 ta sonli yig'indisi 900 dan 2500 ga ko'p. Demak 9000 ga nima qilamiz? Qo'shamiz. 2000 ga ko'p deyapti. 1100. Ho'p. Kim? Nol, 5, 11. 10500 bo'lyapti. Tushundingmi? 11500. Xo'p, qo'shiluvchilardan biri eng katta 4 xonali son. Xo'p. Qo'shiluvchilardan biri eng katta 4 xonali son. Necha bo'ladi? Eng katta 4 xonali son 9999 bo'ladi. Qo'shuvchilardan biri eng katta 4 xonali son. Ikkinchisi esa eng kichik 3 xonali son 100 bo'ladi. 9 0 10 bo'ladimi? 10099 bo'ladi. Endi uchinchisini topish uchun nima qilamiz? Bundan buni ayirib qo'ysak ne chiqdi? 1401. 6 ga o'tdik. Jadvalni bo'sh kataloglarni to'ldiring deyapti. Birinchi qo'shiluvchi, ikkinchi qo'shiluvchi, egini qo'shamiz. 25 ga qo'shiluvchini qo'shamiz. Qo'shsak necha bo'ladi? 57 bo'ladi. Keyingisida 87 dan 45 ni ayiramiz. Necha bo'ladi? 42 bo'ladi. Keyingisida 92 dan 35 ta ayiramiz. 57 bo'ladi. Keyingisida 120 dan 77 ni ayiramiz. 43 bo'ladi. 7. Ikkita sonli yig'indisi birinchi sondan 20 ga, ikkinchi sondan 19 ga katta. Yig'indining qiymatini toping. Demayman. Ikkita sonli yig'indisi 39. Birinchi sondan 20 ga, ikkinchi sondan manondan 20 ga, bundan 19 ga katta. Yig'indining qiymatini toping. Yig'indining qiymati x plus y plus 39 bo'ladi-da. To'g'rimi? Xo'p, 8 ga o'tdik. X plus 59 bo'ladi. 21 barobar 80 bo'lyapti. 80 dan 20 ga ayiramiz. 59 bo'ladi. 9 33 44 bo'ladi. 77 deydigan bo'lsak, 77 dan 70 ta olamiz. 44 bo'ladi.
O'nga o'tdik. 18 plus 55 barobar x plus 27. Aytmasa 46. Ikkovini qo'shib olamiz birinchi. 73 bo'ladi. Endi 73 dan 27 dan aytsa ne chiqadi? 46. 46 chiqadi. 11 ga o'tyapmiz. X plus 20 plus 35 plus 99 x plus 55 barobar 99 minus 55 44 bo'ladi. 12 ga o'tdik. Ha? Boshqa ko'ryaptimi? On birga o'tdik, 12 ga o'tdik. 11 plus 2 plus 19 barobar 52. X plus bu 11 ga 19 qo'shsak 30 bo'ladimi? X topishni nima qilamiz? 52 dan 30 ni ayirib qo'yamiz. 20 2 ga teng bo'lib qoladi. 13 ga o'tdik. 27 plus 2 plus 41 barobar 120. 27 plus 2 120 dan 41 ni ayirib yuboramiz. Necha bo'ladi? 79 bo'ladi. X ni topishni nima qilamiz? 79 dan 27 ni ayirib yuboramiz. 14 32 plus x plus 23 barobar 177. X plus 23 177 dan 32 ni ayirib yuboramiz. 7 dan 2 ni ayirib yuborsak 5 bo'ladi. 7 dan 3 ni ayirib yuborsak 4 bo'ladi. 1 bo'ladi. Barobar 145 dan 23 ni ayirib yuboramiz. Qiyin masa, tushunasizlar-a? O'n beshga o'tdik. Yig'indidagi birinchi qo'shiluvchi 22 ga, ikkinchi qo'shiluvchi 18 ga ortdi. Natija yig'indi qanchaga ortadi? 40 bittasi 22 ga, mana bundayda A plus B bo'ladigan bo'lsa, bittasi 22 ga oshdi, bittasi 18 ga oshdi. Ikkalasi 40 ga oshadi. 45 ga. Yig'indidagi birinchi qo'shiluvchi 33 ga, birinchi qo'shiluvchi 33 ga, ikkinchi qo'shiluvchi 12 ga ortadigan bo'lsa, ikkalasi 45 ga ortadi. Qaraymiz endi. 17. Xo'p, yig'indidagi birinchi qo'shiluvchi 19 ga, ikkinchi qo'shiluvchi 15 ga, uchinchi qo'shiluvchi 20 ga ortadi. Hammasini qo'shib olsak, 54 ga ortadi. 54 ga. 18 ga. 4 ta sonning yig'indisi 140 ga teng. Agar sonlarning har biri 15 taga ortilsa, yig'indi nechaga teng bo'ladi? 200 ga. 200 ga bo'ladi. 140 bo'ladigan bo'lsa, 4 ta son ekan-a? Mana A plus B plus C plus D bo'lsa, bu ham 15 ga ortyapti, bu ham 15 ga ortyapti, bu ham 15 ga ortyapti, bu ham 15 ga. Jami 60 ga ortyapti-da endi bu, to'g'rimi? 140 ga 60 ni qo'shamiz. 200 bo'ladi. Tushundingmi? 19 ga. 5 ta son yig'indisi 190 ga teng. Agar har bir qo'shiluvchi 32 taga ortilsa, yig'indi nechaga teng bo'ladi? 350 ga. 190 plus 5 ta 32 deb qo'ysam tushunaverasizlar-a? Mana 4 ta 15 60 bo'lganda 5 ta 32 bo'ladi. 190 bo'ladi, 160 bo'ladi. Bo'ldimi? 250.
20 ga o'tdiga 20. Bir nechta sonni yig'indisi 330 ga teng. Agar sonlarning har birini 25 ga orttirib, yig'indi hisoblansa 780 ga teng bo'ldi. Berilgan yig'indida nechta qo'shiluvchi bor deyapti. 18 ta. Endi bunday qilasiz. 780 dan 330 da ayirasiz. 780 dan 330 da ayirasiz. Nechtaga ortilgani kelib chiqadi. Tushunyapsiz-a? Ayrib olsak necha bo'ladi? 450 bo'ladi. Endi 450 hammasi 25 dan ortgan-ku. O'shancha 25 18. 20. Tushundiga? 21. Bir nechta son yig'indisi 150 ga teng. Agar sonlarni har birini 11 ga orttirib, yig'indi hisoblansa 271 bo'lyapti. Demak 271 dan 150 dan ayirib olsak qanchaga ortgani kelib chiqadi yana? 121. Endi bu 121 har biri 11 tadan ortgani uchun 11 ga bo'lib turasiz, 11 chiqadi. 22 ga o'tdik. Doskalarda bir nechta natural sonlar yozilgan. Sonlarning har biri 19 ga orttirilganda ularning yig'indisi 361 ga ortdi. Doskada nechta son bor? 19 ta bor. Endi 361 ni bo'lasiz. 19 chiqadi. 23. Yig'indini qulay usulda hisoblang deyapti. 18 ko'paytirilgan 31. 82 ko'paytirilgan 31. 31 bilan 31 qarqam tashqariga chiqarib olamizmi? 31 bilan 82 bo'ladi. 31 ni qo'shsak 100 mi? 3100 bo'ladi. 24 ga o'tdik. 19 ko'paytirilgan 720. 19 ko'paytirilgan 280. 19 bilan 19 qarqam tashqariga chiqarib olamizmi? 19 qarqam tashqariga chiqarib olsak 720 plus 280 bo'ladi. 19 ekon qo'shib olsak 19 ko'paytirsak 19 ming. Qiymasmi? Yo'q. 25. Yani hammasi 21 bor a. 30, 52, 18. Bunga buni qo'shsak necha bo'ladi? 70 bo'ladi. Buni qo'shsak 100 bo'ladi. Shundiga 26. Undan hammasidan 42 ni chiqarib olay, birato'la berilishini yozmang. 42 ni chiqarsa 23 bo'lib qoladi. 27 bo'lib qoladi. 58. Qarang, qo'sh 58 turibdi-yu. Yo'q, 52 dan 58 chiqarasiz ekanda. To'g'rimi? Keyingisidan 58 chiqarib olasiz ekan. Keyingisi 58 chiqarib olsangiz 21 plus 29 bo'lib qoladi. 42. Bunga buni qo'shsak 5000 chiqar. 50 ku. 58. Bunga buni qo'shsak yana 50. 50 ni chiqarib olsak 42 yu 58. Mana buni qo'shsak 100 bo'ladi, ko'paytirsak 5000 bo'ladi. 27. Sanjar 7077 sonini hosil qilish uchun bir nechta 7 raqamini qo'shdi. Agar Sanjar qo'shib chiqqan 7 raqamdan 3 marta ko'p 2 raqamni qo'shib chiqilsa, yig'indi nechaga teng bo'ladi? Demak, 7 ning nechtaligini bilib olamiz. 7077 ni 7 ga bo'lamiz uning uchun. Ne chiqadi? 1011 chiqadi. To'g'rimi? Demak, 1011 ta 7 ni qo'shib chiqqan. Endi o'shani 1011 ta 7 raqamidan 3 marta ko'p deyapti. Ko'paytirib qo'yamiz.
Demak, mana bu 1011 ni 3 ga ko'paytirsak 3033 ta bo'ladi. Mana shuncha 2 ni qo'shib chiqish kerak. 6666. 2 ga ko'paytirib olamiz. 6066. Tushundikmi? 28 ga o'tdik. Quyida qo'shish jadvalidan noma'lum 5 burchagini toping. O'tgan safar o'rgatdimmi? Xato 28 chiqadi. hammasi to'g'ri chiqdimi? Bu shunday bo'ladimi? 28 chiqdimi? Bo'ldi. O'tgan safar qo'shdik-ku ikkitasini. Bitta shunda ishlanadi. 29 29 134. Bu do'sh bilan bir xil jadval. 30 da tushuntiraman. Rasmdagi kublarning yoqlari natural sonda yozilgan. Har bir qarama-qarshi yoqlardagi sonlar yig'indisi o'zaro teng. Kubning barcha yoqlari sonlar yig'indisi eng kamida nechaga teng bo'lishi mumkin deyapti. Demak, yana kub bor ekan. Ha? 24 bor ekan. 24 bo'lishi ham mumkin-ku. Mana qarang. Mana bitta tomonda 7 bo'lsa, endi mana bu tomonda 7 bo'lsa, yig'inda eng kichkina bo'lishi uchun bu tomoniga eng kichkina sonni olishimiz kerak. 1. Yo 0 bo'lmaydi. 0 bo'ladigan bo'lsa, bitta 0 natural sonlar yozilgan deyapti-da. Bu natural son emas. Natural son birdan boshlanadi deganmiz-a. O'shaning uchun 7 ni orqasiga 1 yoziladi. 8 bo'ladi. Keyin 5 ni orqasiga 3 yoziladi. Endi 8 chiqish kerak-da, yoqlarini qo'shganimda 8 deyapti. O'shaning uchun 3 ni orqasiga 5 yoziladi. Bo'lsak 8. Endi 8 dan 3 tasi 24 bo'ladi. Tushundingmi? Yo'q. 7 tepasi turibdi. Bo'pti. 7 ni orqasida mana 7 orqasiga nima yoziladi? 1 yoziladi. Endi mana 3 bor. 3 ni pastiga necha yoziladi? 5. 5 bu tomonda deydi. Xo'p, 5 mana bu yoziladimi? 8 chiqish kerak-ku yig'indisi. Qo'shganida 8 chiqish kerak. Tushundingizmi? Mana tomoni 3 bo'lsa, bu tomoni 5 bo'ladi. Bu tomoni 5 bo'lsa, bu tomoni 3 bo'ladi. Qo'shsam 8 chiqish kerak-da. Hammasini. Yetib oldimi? 8 chiqish kerak demagan. Bu yerda aytganki, rasmdagi kublar yoqlari natural son, har bir qarama-qarshi yoqlardagi sonlar yig'indisi o'zaro teng. Teng hammasi. Hammasini qo'shsam 1 xil chiqish kerak degan. Keyin hammasi 1 xil chiqish kerak. Qo'shganim eng kichkina ham chiqish kerak. Hozir men 7 ni oldiga 2 yozsam katta ketadi. To'g'rimi? 3 yozsam yana ham katta ketadi. Menga eng kichkina chiqish uchun 1 odan boshqani olaman. 31. Hozir 35. Quyidagi rasmda berilgan 3-5 xonali sonlar yig'indisi shunga teng. Ba'zi sonlar, ba'zi raqamlar berilgan. Yani birinchi 26.000 yozib olamiz. 26.075 ni yozib olamiz. Keyin 0 mana yerda bitta son bor ekan. 5 9 ha. Keyin mana bu yerda 6 bor ekanda. Mana yerga 1 yozilib, mana bu yerga 9 yozilib, mana bu yerda yana bitta son bor ekan. Shularni hammasini qo'shsam 6 2 4 2 0 1 soni hosil bo'lyapti ekan. O'sha sonlarni so'rayman. Yaxshi qarang. 5 ga 9 ni qo'shsam necha bo'ladi? Savolga javob beramiz. 5 ga 9 ni qo'shsak 14 bo'ladi. Uni mana 6 bilan tugash uchun necha yozaman? 2 yozaman. Ha? Tushundingmi?
Demak, mana bu yerga 2 yozdik, a? Endi qarang. Bunga buni qo'shsak 14, 14 ga 2 ni qo'shsak 16 bo'lib, biri dildami? 7 ga 5 qo'shsak 12, 12 ga 9 qo'shsak 21, mana yerga 1 bilan 22. Endi ikisi dilda. 0 ga 1 ni qo'shsak 1. Endi 4 bo'lishi mana nega necha yozishim kerak? 1 yozishim kerak. 1 yozsam, 1 ga 1 ni qo'shsam 2, 1dagi 2 bilan 4 bo'ladi. 6 ga 6 ni qo'shsam 12, 1 dilda, 2 ga 4. 2 ga 4, 6. 10 bo'lish uchun necha yozishim kerak? 3 yozishim kerak. Bitta dilimda bor-da. Dilimga tuyib qo'yganim bor, to'g'rimi? 2 ga 4 ni qo'shsak 6, 6 ga 3 9, dildagi 1 bilan 10 bo'ladi. Ana, biz qayerlarda yozdik hozir? Mana bu yerda yozdik. Mana bu yerda yozdik. Keyin qayib Ortadagi. mana buni? Mana shu. Shuni yozdik. Nima deyapti savolda? Yog'li bo'ladi. Ko'paytmasini so'rayapti. 6 bo'ladi. Ko'paytiramiz. 1, 2, 3 ni ko'paytiramiz. Ko'paytmani so'rayapti. Quyidagi shakl o'nakda birlik kvadratlardan tashkil topgan. Har bir kvadratlarda sonlar yozilgan bo'lib, ulardan ikkitasi rasmda ko'rsatilgan. Bunda shakldagi ixtiyoriy umumiy tomonga ega bo'lgan ikkita kvadratlardagi sonlar yig'indisi aynan bir songa teng. Shakldagi barcha sonlar yig'indisini toping. Demak, kvadratni tepaga chizib olaylik, yaxshiroq ko'rinadi hammaga. Mayli? 32 ga o'tdik. Mana bundoq. Mana bundoq. Mana bundoq. Mana bundoq bo'lsa, mana bu yerda 5 bor, mana bu yerda 7 bor ekan. Endi aytganlarini yozib chiqamiz. Quyidagi shakl o'nakda birlik kvadratlardan tashkil topgan. O'nakda birlik kvadrat. Har bir kvadratlariga sonlar yozilgan bo'lib, ulardan ikkitasi rasmda ko'rsatilgan. O'sha shu o'qigan joyimgacha hammasi bor. Rasmda. Bunda mana shu yerdan savol tug'iladi. Bunda shakldagi ixtiyoriy umumiy tomonga ega bo'lgan ikkita kvadratdagi sonlar yig'indisi aynan bir songa teng. Bunda shakldagi ixtiyoriy umumiy tomonga ega bo'lgan ikkita kvadratdagi sonlar yig'indisi aynan bir songa teng. Shakldagi barcha sonlar yig'indisini toping. Hozir mana bu yerda aytyaptiki, bunda shaklda ixtiyoriy umumiy tomonga ega bo'lgan ikkita kvadratdagi sonlar yig'indisi aynan bir songa teng. Demak, mana bu bilan mana buni qo'shsam ne chiqyapti? 12 chiqyaptimi? Demak, ikkitasini qo'shsam 12 chiqyapti. Tushunyapsizmi? Shu narsa. Hozir men mana bu bilan mana buni qo'shsam ham 12 chiqish kerak. Tushunyapsizmi? Mana bu bilan buni qo'shsam ham, bu bilan buni qo'shsam ham, yoki bu bilan buni hammasini qo'shsam ham, har ikkitasini qo'shsam 12 chiqish kerak. Qarang. Har ikkitasini qo'shsam 12 chiqish kerak. Nechta katak bor? 12 ta katak bor. Uni har ikkitasini qo'shsam 12 chiqish kerak. Demak, 6 ta olaman. Tushundingmi? 6 ta bor deyman. 6 ta 12 bor deyman. Tushuntira oldimmi? Hamma tushundimi shu yerga nima deyotganimga? Ikkitasini qo'shsam 12 chiqyapti. Ikkitasini qo'shsam, bu ikkalasini qo'shsam ham, bu ikkalasi, bu ikkalasi, bu ikkalasi, bu ikkalasi 12 ta katak bo'lgani uchun har ikkitasidan 12 chiqayotgani uchun 2 ga bo'lib yuboraman. 2 ga bo'lib yuborsam 6 bo'ladi. Demak, 6 12 bor deyman. 72. Javob 72. Tushundikmi? Ha, murakkabroq bo'lgan misol. Keyingisiga o'tdik. 38 ga o'tdik. 4 jadvalda bir xil rangli kvadratlar 33 emas. 33. 4 jadvalda bir xil rangli kvadratlar bir xil sonlarni turli rangli kvadratlar turli sonlarni anglatadi.
yuqori qatordagi 4 ta son yig'indisi 55 ga teng. Yuqori qatordagi 4 ta son yig'indisi 55 ga. Pastki qatordagi pastki qatordagi sonlar yig'indisi 49 ga teng. Yaxshi. O'ng va chap tomondan ikkinchi ustun sonlar yig'indisi moslashdi 20 bilan 31 ga teng. Qizil rangli kvadrat soni qanday bo'ladi deyapti. Endi qarang, yaxshi. Savol yaxshi savol ham. Mana bunday chiziq chizamiz. Keyin mana bu, mana bundoq, mana bunday bor ekan. Mana tomonda hammasini qo'shsam 55 chiqyapti ekan. Mana buni hammasini qo'shsam 49 chiqyapti ekan. Xo'p, mana buni hammasini qo'shsam 20 chiqyapti ekan. Mana buni hammasini qo'shsam 31 chiqyapti ekan-a? Endi qarang, bu yerda juda ko'p son ham yo'q. Bir xil rangli kvadratlar, bir xil sonlarni, turli rangli kvadratlar turli sonlarni anglatadi degan joyga e'tibor berib turamiz. Demak, qandaydir mana bu yerga qarang. X yozsam, mana bu yerga ham x, mana bu yerga ham x yozaman. Nima uchun? Uchalasi ham ko'k rangdaligi uchun. Endi mana bu qizilga y yozsam, bunga ham y yozaman. Mana bu yerga a yozsam, mana bu yerga ham a yozaman. Mana bu yer b ekan. Tushundingmi? Endi qarang mana shu yerda. A ga x ni qo'shsam 31 chiqyaptimi? A ga x ni qo'shsam 31 chiqyapti. A ga x ga b ni qo'shsam 21 chiqyapti. To'g'rimi? 20 chiqyapti. Ha, 20 ekan. 20 chiqyapti. Endi mana tomonga o'tdik. Y plus a plus 2 ta x ni qo'shsam 55 chiqyapti. Bu tomonga o'tdik. Bu tomonga y plus x plus a plus b ni qo'shsam 49 chiqyapti. Endi mana ikkalasini qo'shib olsam, qarang nima bo'ladi. A bo'ladi, b bo'ladi, 2x bo'ladi, 51 bo'ladimi? Ana, endi mana bunday qilamiz. Mana bunday qilamiz. A plus b, mana bu ikkita x ni, bitta x ni mana bu yerga yozaman-da. Bitta x ni mana bu yerga yozaman. Tushunyapsizmi? Endi mana bu yer bor-ku, mana a plus b plus x imiz mana bu yerda ham bor. To'g'rimi? Bormi shu yerda ham? Shuni o'rniga qo'yamiz. Shu mana dumaloqni o'rniga mana bu x ni bu tomonga olib o'tib a plus b plus x 51 minus x bo'ladimi? Mana bu yerdagi dumaloqni o'rniga shuni olib kelib qo'yaman. Xo'p. Y plus dumaloqni o'rniga mana buni olib kelib qo'yaman. 51 minus x ni olib kelib qo'ydim mana. Tushunyapsizmi? Ozgina murakkabroq misol ekan endi bu ham. 51 narigi tomonga o'tsa 49 dan 51 ayriladi. Minus 2 bo'ladi shu yer. Minus 2 degan kichkina sondan katta sonda ayrisiz-ku, javobi minus chiqadi. Tushundingizmi? Kichkina sondan katta sonda ayirsangiz javobi minus chiqadi. Endi nima qilamiz? O'zi mana da ayirib olsak ham bo'lar ekan. Mana undan buni ayirib olsak ham bo'lar ekan. Boshqatdan qaranglar. Yaxshilab tushuntiraman. Mana bu qatorda yozyapman. Y plus a plus x plus x barobar 55 bo'ladi. Bu qatorda qo'shyapman. Y plus x plus b plus a barobar 49. Endi bu qatorda qo'shaman. A plus x shundan 31 bo'lsa, x plus b emas 20 bo'lyapti. Mana shu 4 ta misolni bir-biriga bog'lab y ni topishimiz kerak. 4 ta misolni bir-biriga bog'lab x ni topishimiz kerak. X
Endi qarang. Mana bu yerda x qo'shilgan b bormi? Mana bu yerda a plus x bormi? Mana bu a plus x ning o'rniga mana bunga buni qo'yasiz. Tushundingizmi? Endi mana bu x plus b ning o'rniga mana bu yerga 20 ni qo'yasiz. O'shunda 31 bu tomonga o'tib ketsa, y ga x ni qo'shganim necha bo'lib qoladi? 24 bo'lib qoladi. Mana 31 bu tomonga o'tyapti. Tushunyapsizmi? Y plus x turibdi. Mana a plus x ham 31 ga teng. 55 ham ayrilgan 31 bo'lib qoladi-da. X plus y necha bo'lib qoladi? 24 bo'lib qoladi. Demak, mana 4 burchak x plus b ham 20. A plus y ham 20 bu tomonga o'tib qolsa, 49 dan 20 ni ayirman. A plus y necha bo'lib qoladi? 29 bo'lib qoladi. Ana. Bo'ldimi? Endi qarang nima qilamiz shu yerda. Mana bu yerda mana bu chiqdi. To'g'rimi? Bu yerda bu chiqdi. Endi ayirib yuboramiz. Bundan mana a plus y dan ayirib yuboraman. X plus y ni o'ng tomonda 29 dan 24 ni ayirib yuboraman. Qavsni ochib yuborsam, minus x minus y 5 bo'lib qoladi. Y bilan y ketdi. A minus x barobar 5. Mana bu yerda a plus x barobar necha edi? 31 edi. Qo'shib yuboraman ikkalasini. Ikkalasini qo'shib yuborsam 2a bo'ladi. Bu bilan bu yo'q bo'lib ketadi. Bunga buni qo'shsam 36 bo'ladi. A barobar 18. Endi a ni mana bu yerga qo'ysam 18 plus x barobar 31 bo'ladimi? X imiz necha bo'ladi? 31 dan 18 ni ayirib yuboramiz. 13 bo'lib qoladi. Ana. Misolimiz ancha yengilladi. Biz y topishimiz kerakmidi? Mana bu yerga qo'yamiz. Mana x bilan b ni qo'shsam 20 midi? A ni topib oldikmi? A 18 chiqdimi? 49 bo'ldi. Y barobar ikkalasini qo'shsangiz 38 bo'ladi. 49 dan 38 ni ayirsangiz 11 bo'ladi. Tushundilaringmi? Shunday ishlatamiz. Ama ancha qiyin so'raydi. Uyga borib yana bir marta yechimini ko'rib, qanday ishlanishini yaxshilab o'rganib olinglar. Bo'ptimi? Qarayapmiz. 34 ga keldik. 34. Yig'indisi 16 ga teng natural sonlar juftligi nechta? Yana 1 ga 15 ni qo'shsak 16. 2 ga nechani qo'shamiz? 16 uchun 14 ni qo'shamiz. 3 ga nechani qo'shamiz? 13 ni qo'shamiz. 4 ga nechani qo'shamiz? 12 ni qo'shamiz. 5 ga nechani qo'shamiz? 11 ni qo'shamiz. 6 ga 10 ni qo'shamiz. 7 ga 9 ni qo'shamiz. 8 ga 8 ni qo'shamiz. Nechta ekan? 8 tami? 8 ta. 35 ta. Yig'indisi 31 ga teng natural sonlar jufti. Xuddi shunaqa 1 ga 30, 2 ga 29 qo'shib ketaveramiz, a? 15 ta bo'ladi, to'g'ri. 15 ta bo'ladi. 16 ta. 16 ta bo'lmaydi. 16 ta bo'ladi. Yig'indisi 2 xonali deyapti-kana? 16 ta. Yig'indisi 50 ga teng bo'lgan 2 xonali sonlar juftligi nechta deyapti? 16 ta. 16 ta chiqdimi? 37 2438. 37 ga o'tdik. 11 chiqadi. 12, 100. 14, 96, 98, 100. Bular hammasini qo'shsak 2530 chiqyapti. Bizga aytyaptiki 8, 10, 12,
98ning qiymatini toping deyapti. Nima qilamiz? Nima qilamiz? Mana bundan 100 ni ayirib nima qilamiz? 8 ni qo'shib qo'yamiz. 2438 chiqadi. To'g'rimi? 100 dan ayirib olsak 2430 bo'ladi, 8 ni qo'shsak 2438 bo'ladi-da. Voy qizlar, tushunyapsizlarmi? 38. Birdan 150 gacha bo'lgan sonlarni qo'shish uchun nima qilamiz dedim? Hozir aytmadim, o'tgan dars aytganman. Ha? O'tgan dars xuddi shunaqa soat hozir aytganman. Hozirgi shu vaqtda aytganman-da, o'tgan dars. Boshini qo'yamiz dedik. Oxirini qo'shamiz dedik. 2 ga bo'lamiz dedik. Keyinchi birni qo'shib qo'yamiz. nimaga birni qo'shib qo'yamiz? Chunki bittadan ko'payapti. Nechtaligini ko'paytirib qo'yamiz dedik. Qani, hafizlarning bilmayapsizlar-ku. Ishlashni bilmaysizlar, javoblarni to'g'ri chiqaradi, ha? Boshini qo'shamiz, oxirini qo'shamiz, 150 ga ko'paytiramiz dedik. 151, 150 ni 2 ga bo'lib olsak 75 ni 10 ko'paytirsak ne chiqdi? 11325. Nima chiqdimi? Shunday qilib ishladikmi? Shunaqa qilib ishladikmi? Qanaqa qilib ishladik desak bilmayapsizlar, javoblarni to'g'ri chiqaryapsiz. Endi keyingisi 1 plus 2 plus 3 plus hokazo 299 300 degani. Nima qilamiz? Birni qo'shamiz, ha? 300 2 bo'lib 300 ga ko'paytirib qo'yamiz. 301 taqsim 2 ga ko'paytirgan 300 bu bilan bu qisqarib ketadi, 150 qoladi. 150 va hokazo 250. Nechi qilamiz? 150 ni qo'shamiz. 250 ni qo'shamiz. Necha ko'paytiramiz? Nechta son bo'lsa o'shanga ko'paytiramiz dedik. Oxirgi ko'paytiramiz doim. 150 bilan 250 da orasida 100 ta son bor. Qachon yaxshi ishlamay ketsinlar sizlar. Uydagilar ishlab beryaptimi? Ha? Ikkita sonning orasidagi sonni bilish uchun dedik. Oxirdan boshini ayirib, birni qo'shamiz dedik. 101 chiqyapti. Demak, 101 ga ko'paytirish kerak. Bu ikkalasini qo'shsak 400, 2 bo'lsak 200 bo'ladimi? Ko'paytirsak 2020 shekilli. Ha, 200 da mana o. 200. Ha. Savdo yig'indisi 10 ga teng bo'lgan 3 ta har xil natural sonlarni tanlamoqchi. Unda necha xil tanlov bor? 3 ta har xil natural sonlarni tanlaymiz. Degan savdo mana 1 2 7 ni qo'shsak 10 bo'ladi, to'g'rimi? 1 3 6 ni qo'shsak 10 bo'ladi. 1 4 5 ni qo'shsak 10 bo'ladi. Keyin 1 5 4 mana unda yozdik uni. Bo'ldi ekan. 2 dan boshlasak 3 5 ni qo'shsak 10 bo'ladi.
To'rtta bo'ldimi? Ha. Ha. Bo'ldi. Tushundingmi? Ha. Yozib olamiz.